Bo'ldi? Fine. Endi bizada present perfect uchun ko'ra olamiz. Strukturamiz bizga bo'ladi. Object plus have has plus been plus perfect. Bizga o'sha shakl bo'ladi. Bitta misol aytamiz. The teacher have taught us About survival skills. Since fifth. Tarjima qilib beraylik. The teacher have taught us survival skills since 5th grade. 5 sinfligimizdan beri o'qituvchimiz bizga tirik qolish haqidagi anavilarni qobiliyatlarni o'rgatyapti. Misol uchun zilzila bo'lib qolsa, suv toshib ketsa, o'sha narsa haqida yosh bolalarga o'rgatiladi-ki, to'g'rimi? Yong'in bo'lib qolsa, o'sha narsalar survival skills bo'ladi. Yaxshi, endi shu narsani o'tkazadigan bo'lsak, bizga subjectimiz, have plus verb uchimiz va us bo'ladi. To'g'rimi? Asli endi boshiga chiqaradigan bo'lsak, we have been taught survival skills since qarali byni shu joyga tiqib ketadi. By the teacher since 5th grade. Answer. We have been taught survival skills by the teacher since 5th grade bo'ladi. Ya'ni bizga object biz bo'lyapmiz, chunki harakat bizga nisbatan bajaradi-ku. Bizga o'sha tirik qolish skilllari o'rgatilgan o'qituvchi tomonidan 5-sinfligimizdan beri. Tushunarlimi? Struktura oddiy bo'ladi. Object plus have ni o'zi perfect ni bildiruvchi bizdan nomimiz. Opsiya qarang, mana bu have been has been bo'lgan. To be ni perfect shakllanish. Ko'ryapsizmi? Bunaqasiga baribir bizga to be kelib chiqadi har xil zamonlarda aylanib. Va oxiridagi uchinchi narsa bizda asosiy verb uchun. Tushunarlimi? Bo'ldi, hay. Endi past perfect bilan ishlaymiz. Past perfect bizga xuddi shu narsa. Keyin qaranglar, sizlarga minus kerak bo'lsa, have o'ziga qo'shasizlar, benga tegmaydi buni. Not qo'shasizlar, so'roq kerak bo'lsa, o'rningizni sakratib chiqarasizlar. Hay, object plus bizga endi had plus been plus verb uch bo'ladi bizga. Endi xuddi o'shani bunga minus kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, had o'ziga hadni qilib qo'shasizlar, so'roq kerak bo'lsa, o'rningizni sakratib chiqarasizlar. Endi misol aytsak, nima deymiz? Endi bironta o'tmishdagi past perfect bo'lganga yarasha, bironta situatsiyaga, bironta voqeada o'tmishda bo'ladigan bo'lsa, o'shangacha bir narsa sodir bo'ldi deyishimiz kerak. I had cleaned the house by the time my mom arrived. I had cleaned the house by the time my mom arrived. Nima? Men uyni tozalab qo'yganimdan by the time nima esa gacha, to'g'rimi? Oyim yetib kelguncha tozalab qo'ygandim. Endi bu bizga unchalik kerak emas, bu bilan istamasak ham bo'ladi. Bu prosta bizga past perfectni ozroq sensini beryapti-da, ozgina past perfect borligini bildirib turuvchi ana bu turyapti. Belgilab beruvchi bo'lyapti. Ba'da bu asosiy narsa bizda islayotganimiz subjectimiz had, ba'da verb, ya'ni asosiy fe'l bo'lyapti ikkalasi. Main verb the house bo'lsa, bizda object bo'ladi. Endi strukturaga solsak, o'zini olib chiqamiz quloqdan tortib. Tak, object the house had been cleaned by the time my mom arrived. Yani o'sha faqat tarjimani qanday chiqyapti bizga? Uy tozalangan edi, oyim yetib kelgunlaricha. Bu harakat uyga nisbatan bajarilyapti, faqatgina men gapdan chiqib ketdim. Harakatim qoldi, tozalaganim turibdi, faqat o'zim yo'qman.
Uy tozalandi, uni kim tozalagan bizga qiziq emas. Tushunarlimi? Yaxshi seni bitta sherga sig'adigan qilib modal fe'llarni qo'yiladi. Modal fe'llar bilan ishlatayotgan paytlari sizlarga modal plus be plus verb keladi. Aytaylik. Can be plus verb yoki bilan aytib ketaylik. Can be done. Should be done. Must be done. Ho'kiz. Aytaylik. Qaysi biriga gap tutamiz? Should be done, yes. Your homework should be finished. Deyli, done demaylik. Finished until tomorrow. Your homework should be finished until tomorrow. Demak, sen uyga vazifang ertagacha tayyor bo'lishi kerak. O'ziga nisbatan maslahat beryapmiz, o'sha narsa qilinishi kerak deyapmiz. Sen qilishingga uyga vazifa o'zini-o'zi finish qilib qo'ygan, to'g'rimi? Bunga nisbatan, objektga nisbatan harakat bajarlayapti, faqatgina bajarayotgan bizning subjektimiz yo'q. Harakat turibdi finish qilgan. Ham aytib qo'yadi. Misol uchun, okay. The house can be painted easily. Don't overreact like that. The house can be painted easily. Don't overreact like that. Nega? Uy osonlikcha bo'yaladi. Uyni bo'yamoqchilar kimdir vahima qilib, bo'yamayman, yig'ilib o'tiribdi, to'g'rimi? O'sha narsaga aytyapmiz. Uy osonlik bilan bo'yaladi. Bunaqa reaksiya, ortiqcha reaksiya berormaydi deb aytyapsiz. Uy o'zini-o'zi bo'yamaydi, to'g'rimi? The house painted desamaydi o'zini. Uy osonlik bilan bo'yalsa bo'ladi, shuning uchun overreaksiya qilmaydi deyiladi. Tushunarlimi? Bosh so'raylik. Qarangiz.